Xitayning Uyg'ur kimligini qayta shakllantirish urinishi Uyg'ur tarixi, Uyg'ur ana tili, madaniyati va Uyg'ur yozma xotirasining mavjudligiga jiddiy xiris paydo qilayotgan paytda Amerika Davlat Majlisining Xitoy ishlar komiteti guvohlik yig'ini chaqirib, Xitoy tavalligidagi millatlarning, bo'libmi Uyg'urlarning yozma xotirasi, ana tili va madaniyatini qanday qo'g'dab qilishni muzokara qildi. Despite international concern over China's Uyghur genocide, the Chinese government has been aggressive. Uyg'ur, Tibet, Mongol va Xitoy mutaxassislari ham faoliyatchilar guvohlik bergan bu yig'inda Uyg'ur akademiyasining raisi, dorigarlik mutaxassisi doktor Rishad Abbas guvohlik berib, Xitoyning mislsiz yo'qotishiga duch kelayotgan Uyg'ur tili, madaniyati va yozma xotirasini qo'g'dab qilishning Uyg'urlardan hal qilgan bir masala ekanligini, muhojiratga Uyg'urlarning buni qo'g'dab qilish uchun Amerikaning texnik ko'p qo'llashi va selimli bilan ta'minlashiga ehtiyojli ekanligini ko'rsatdi. 6 dekabr kuni o'tkazilgan yozma xotirani qo'g'dab qilish, Xitoy Kompartiyasining tarixni burmilishi va madaniyatni yo'qotishi nomli guvohlik yig'ini Amerika Davlat Majlisining tunji qitim Xitoyning tahdidiga uchrayotgan millatlarning ona tili, madaniyati va yozma xotirasini qo'g'dishiga qanday yordam berish masalasini muzokara qilishidir. I'd like to now recognize Dr. Abbas. Thank you, Chairman Smith and Co-Chair Merkley, the member of Commission. I first like to thank the Commission for the opportunity to share our experience trying to preserve Uyghur memory and combat CCP's erasure of our culture and identity. Dr. Rishad Abbas yig'inda agar siz bugungi kunda Uyg'urlarga qanday yordam qilamiz deb so'rasangiz, buning eng oshkoshli javobi muhojiratga chetda qolgan Uyg'urlarni o'zimizga tortadigan programmalarni qo'llash, ularning Uyg'ur tili va kimligini saqlashiga yordam berishdir. Bu xil yordamlar Uyg'urlarga umid bag'ishlaydi. Bu bizning hozirgi vaziyatimizda oz uchraydigan intoyin halqiliq masala. Rishad Abbasning guvohlik so'zida qayd qilishicha, Uyg'ur madaniyati va kimligini qo'g'dab qilishga yordam berish Uyg'urlarga nuqul adolat talab qilish masalasi emas, balki bu yana Xitoy Kompartiyasining dunyoning qimmat qarshiga olib kelayotgan tahdidiga yo'l qo'ymaslik masalasiga. This is not merely about a justice for Uyghur people. Bu Uyg'ur xalqi uchun nuqul adolat masalasi emas, balki bu demokratiya, kishilik huquq, erkinlik uchun kurash qilish, kelgusi avlodlarimizga biz orzu qilgan bir dunyoni qoldirib ketish ketmaslik. Xitoy Kompartiyasining qabihligi va dunyoning qimmat qarshiga tahdid silishiga yo'l qo'ymaslik. Istibdod hokimiyatlarining kuchayib, erkin dunyoning asosini ojizlatishiga yo'l qo'ymaslik masalasidir deb ko'rsatdi. Bu qitimliq guvohlik yig'inining riyosatchisi, Amerika Davlat Majlisi Xitoy ishlar komitetining qo'sh raislaridan Avam palata a'zosi Kristofer Smith yig'inning ichilishida qilgan so'zida Xitoy, Uyg'ur, Tibet, Mongol xalqlarining yozma xotirasini qo'g'dashning muhimligini ta'kidlab, chunki har bir shaxsning yozma xotirasi orqasida insoniy qadr-qimmatning saqlanganligini bildirdi. Also to preserve the memory. Kristofer Smith deydi. O'xshash bir vaqtda bu Xitoy xalqining yozma xotirasini Xitoy Kompartiyasining burmilishidan qo'g'dash. Shuningdek, yetuk alohidlikka ega madaniyati, tili va diniy kimligi yo'qotilish xavfidagi etnik millatlarning yozma xotirasini, bo'libmi hammadan muhimi Xitoy Kompartiyasi yo'qotmoqchi bo'layotgan shaxsiy yozma xotirlarni qo'g'dash zaruriyati paydo qilmoqda. Bu qitimliq guvohlik yig'ini Xitoy hukumati Uyg'ur elida Junxo millati o'rtaq yangi gavdasi barpo qilish nomida Uyg'urlarning tarixiy yozma yodgorliklariga, tarixiy binokorlik qurilishi, qabristonlik, mahalliy madaniyati, tili qatorliq ularning Xitoydan farqlantirib turgan barliq alohidliklariga buzg'unchilik qilib, ularning kollektiv xotirasini o'chirib tashlashga urinish bilan ayblanayotgan bir mazgilda chaqirildi. Kristofer Smith guvohlik yig'inidan keyin maxsus ziyoratimizni qabul qilganda Uyg'ur madaniyatini qo'g'dash uchun kelar navbatlik Amerika hukumatidan texnik ko'p ishlarni qilishni, bo'libmi Uyg'urlarni qo'g'dashni Xitoyning mol eksporti bilan birlashtirishni umid qiladiganligini bildirdi. We have to go
and being far more serious on the economic leverage. Christopher Yes, Smith we bunday have deydi. sanctions. Biz iqtisodiy jazoda texnik keskin bo'lishimiz kerak. Albatta biz mayli Hong Kong masalasida bo'lsin yoki Xinjiang masalasida bo'lsin, ba'zi kishilarga embargo yurgizdik. Bu embargo mayli Magnitsky qonuni bo'yicha bo'lgan bo'lsin yoki bo'lmasin, biz savdo bilan kishilik huquqni qayta birlashtirishimiz kerak. Biz nəhayət kəskin rəvişdə, əgər sən bunu qılmasan, məhsulotingni Amerikaga yo'llatmaymiz deyishimiz kerak. Christopher Smith'ning qayd qilishicha, Amerikaning 1990-yillarda Xitoy bilan bo'lgan munosabatda savdo bilan kishilik huquqni birlashtirishga xotim berishi Xitoyning Uyg'urlarga irqiy qirg'inchilik qilib qolmay, uning Amerika uchun iqtisodiy, geosiyosiy va harbiy tahdidga aylanishining yo'lini ochgan. I'm glad that this commission is taking up the role of preservation of memory as a human rights issue. Amerika Van Palata a'zosi, Davlat Majlisi Tamlantos kishilik huquq komitetining raisi James McGovernning yig'inda qayd qilishicha, Xitoyning xalq madaniyatini chiqish nuqtasi qilgan xitoylashtirish harakatida Uyg'ur, Tibet va Mong'ollar xavfga duch kelmoqda ekan. But the PRC's sinicization policies are explicitly designed Xitoy Xalq Cumhuriyeti'nin xitoylashtirish harakati bir qancha osonliq millatning tarixi va kimligini o'chirib tashlashni, xalq madaniyati va sotsialistik yadrolik qimmat qarashini chiqish nuqtasi qilmoqda. Xitoy doiralari yo'lga qo'yayotgan vatanparvarlik tarbiyasi barliq etnik millatlarning ulug' ona vatani, Xitoy millati, Xitoy madaniyati va kompartiyani qabul qilishiga rag'batlantirishni chiqish qilmoqda. James McGovern Beijingning xitoylashtirish harakati orqali negizli kishilik huquq va Rim ahdinomasiga xiloflik qilayotganligini ta'kidlaydi. Har qanday bir hukumat yoki davlatning osonlik millatlar tilini yo'qotishga urinishi yoki ularning simvol xarakterlik yerlarining ismini o'zgartirishi va yoki ularning urf-odatlarini cheklashi, majburiy assimilyatsiya qilishi negizli kishilik huquqqa xilof qilishdir. James McGovernning qayd qilishicha, Amerika hukumatining Xitoydagi etnik millatlarning tarixining haqiqiy holida ching turishi intayin muhim ekan. Halbuki bu qitimliq yig'inda guvohlik bergan Amerika Tashqi ishlar ministrligining yordamchi ministri O'zraziya Bayden hukumatining bu masaladagi siyosatini oqlab, hukumatning kishilik huquqni eng yuqori saviyada qat'iy va izchil kun tartibga qo'yib kelganligini bildirdi. As we gather this morning, the PRC continues its genocide and crimes against humanity. Biz bu yerda yig'ilib o'tirgan paytda Xitoy Xalq Cumhuriyeti Xinjiangda irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyatini davomlashtirmoqda. Hong Kongda tub erkinlikni yo'qotib, Tibetlarning yishtuk madaniyati, dini va til kimligini bostirmoqda. Shuningdek, butun davlatda kishilik huquqni dafsanda qilmoqda. Kishini beorom qiladigan bu vaziyatda Amerika hukumati kishilik huquqni Xitoy Xalq Cumhuriyetining oldiga eng yuqori saviyada We expressed our grave concern with the PRC's ongoing repression of Muslim Uyghurs and members of other ethnic and religious minority groups in Xinjiang. Amerika Davlat Majlisi Xitoy ishlar komitetining yozma xotirini saqlash, Xitoy Kompartiyasining tarixni burmilishi va madaniyatni yo'qotishi temasidagi guvohlik yig'inida Hong Kong Xitoy universitetining tarix fanlari dotsenti Rovina He, Hofstra universitetining qonun fanlari professori Julia Ko, Monlam Tibet Uchir Texnikasi tadqiqot markazining qurg'uvchisi Rahib Lobsang Monlam, Janubiy Mong'oliyalik yosh faoliyatchi Temolun Toguchu qatorliqlar guvohlik berib, Tibet va Mong'ollarning ona tili ham madaniyati duch kelayotgan xiristlar. Shuningdek, Xitoy Kompartiyasining Xitoy tarixiga oid farqli qarashlarini qanday yo'qotayotganligi haqida to'xtaldi.